Rost odam bilan ko'rishmoqchimisiz? Ha, bu gunoh. Unda aytib qo'y, odamning antiqa odatlari bor. Tanımadım siz kimsiz? Gapiring, nega jimsiz? Siz ham odam bilan repetib gaplashishingiz kerak, bo'lmasam jahllari yomon. Adam, men choy damlab kelaman. Tovuq tug'adi tuxum. Assalomu alaykum. Sizda aniq ketgan tom. Va alaykum assalom. Qizim, bo'ldimi kiring? So'ppaymasdan o'tiring. Og'aynim ismi Ahmad. Mana o'tirdim, rahmat. Gapingizdan boshim gangib ketdi. Toshkentning havosi changib ketdi. Yaqinda yog'adi qor, menda nima ishingiz bor? Men bu burun, men bulab, qizingiz g'irt. Yaxshi qiz, dadajon, shuning uchun keldim. Radarlar bosib ketdi sho'pirlarning yo'lini, bu yigit so'rab ketdi qizimizni qo'lini. Mani qizim hali yosh, tushundingmi? Qovobosh. Botib ketdi bu terga, buncha ururmay yerga. Oyijon, yaxshimisiz? Yegim kelyapti uzim. Gapini qara qizim. Sanga sovchi bo'lib ketdi. Shu gapiga yepti. Men turaman panada, o'zingiz gaplashing dedi. Nima sasiyapti? Fu, siz nima deysiz shu? Bifshingizni kim bilandir ushlab oldingizmi? Gapiring, tilingizni tishlab oldingizmi? Abetga makaron yeganman, men faqat qizingizni deganman. Burningizni oqda artib oling, ko'ylagingiz yangi bilan. Siz qizimga mosmassiz. Pashol, tengi bilan. Kim menga qarshi borsa, urushib tepishamiz, qizingiz bilan 1 yildan beri addushi sevishamiz. Agar bo'lmasangiz latta qizimni beraman albatta. Faqat hovlimizdagi o'tlarni o'rish kerak. Qizimning akasi bilan ham gaplashib ko'rish kerak. Maymunlar bitini teradi, dadang baribir seni beradi. Endi nima qilamiz? Ana men o'ylanasan? Akam bilan umuman boshqacha gaplashish kerak. Qani kim bilan gaplashish kerak ekan? Bu yoqqa kelsinchi.